Uxlagim kelmayapti. Nimagaligini Stop. Voy yaramas. Nima bu? Voy. Tushim ekan. Xayriyat, yaxshiyam tushim ekan. Bo'lmasa nima qilardim? Qanaqadir ko'zi qonga to'lgan jetilmidi? Yaramas. Nima edi bu? Yomon qo'rqitdi. Yaramas. Tushim ekan, yaxshiyam. Yomon qo'rqib ketdim, bori yuragim chalpay bo'lib ketdi. Qayerdan mana shuni ustidan tushib keldi? Hech narsa yo'qmi? Balki ikkinchi qavatda nimadir bordir. Yo'q, xayriyat, hech narsa yo'q ekan. Balki sandig'imning ichidadir. Buning ichida yo'qmi? Yo'q. Nimadir. Balki muzlatgichimning ichidadir. Yo'q, qayerda muzlatgich ishda bo'ladi? Yo'q. Qayerdan chiqib kilovatning ustida yo'qmi? Yo'q, xariq tushim bo'lsin-da. Yomon qo'rqib ketdim. Shkafning ostidan tushib keldi. Balki shkafning ichidadir. Yo'q, shkafning ichida ham yo'q. Shkafning ichida bo'lganda olim bo'lardi u. Yo'q. Aytgancha, barchalaringga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo'xa va nimagadir men yomon qo'rqib ketyapman. Yangi videoga xush kelibsizlar albatta. Pastda obuna bo'lish knopkasi turib ko'ryapsizlarmi? Tez obuna bo'linglar hamma kanalga. Har birda zo'r videolar chiqaraman. Lekin bu galgi video rostdan yomon qo'rqinchli boshlandi. O'zim ham to'g'risini aytsam juda ham qo'rqib ketdim. Mana bu telefon juda ham g'alati turibdi orqamda. Xo'sh. Mana bu jetellar uyda qanday o'tiribdi ekan, men juda ham qo'rqib ketdim. Agar meni baqir-chaqirimni bular eshitgan bo'lsa, sharmanda bor-u. Yomon qo'rqdim rostdan to'g'risini aytsam. Hop. Tak, to'xtanglar. Men nima bilandir chalg'ishim kerak, yaxshisi chiqib biroz polizda ishlay oddiy jetel ekan. O'shanaqa jetel yana ko'rinyaptimi ko'zimga deb o'ylabman. Yaxshi ham oddiy jetel ekan. Polizimda yo'qmish qilib, juda ham qo'rqib ketdim. Hozir polizimni yig'ishtirib olay. Jetellardan ham so'rayman, balki jetellarni ham ko'ziga ko'ringandir. Lekin u meni tushimda edi. Qanaqasiga ularni ko'ziga ko'ringan bo'lishi mumkin? Sizlar ham ko'rdinglar-ku, to'g'rimi videoni boshida? Bu tushimda bo'ldimi, o'ngimda bo'ldimi? Davay kommentariy yozib qoldiringlar. Yomon qo'rqib ketdim. Shundoqqina yonimda edi va menga yaqinlashib keldi va to'satdan uyg'onib ketdim. Agar o'ngimda bo'lganda men uyg'onib ketmagan bo'lardim. Uning o'rniga hushdan ketib qolgan bo'lardim yoki battar uxlab qolgan bo'lardim. Shunga yaqin qanaqadir holat bo'lardi, lekin to'g'risini aytsam, umuman tushunmadim nima bo'lganiga. Muhimi ertalab bo'ldi va o'zimga qaytdim, ya'ni o'z holimga kelib qoldim. Tak. Qo'rquvim biroz bo'lsa ham tarqaldi, chunki mana suvga tushib chiqdim. Yaxshi. Xotirjam bo'lish kerak. Bunaqangi holatlar qishloqda juda ham ko'p bo'lib turadi. Atiga qanaqadir g'alati arvohlar ko'zimga ko'ringan bo'lishi mumkin. Xo'sh, bugun soliq to'laydigan kunim. Janob merga olib borib hosillarni berib kelishim kerak va bahonada jetellardan ham so'rab kelaman. Ya'ni ularni ham ko'ziga ko'rindimikan bu yaramas jetel. Jetel to'xta. Mayli, ketaversin. Nimadir ish chiqqan shekilli. Jetel, qandaysan, yaxshimisan? Ahvoling yaxshimi? Yaxshi, lekin sen ahvoling yaxshi o'xshamaydi. Yuzlaring qizarib, ko'zlaring ko'karib ketgan. Yuzim migalka bo'lib qoptimi? Shunaqa. Nima bo'ldi? Tinchlikmi o'zi? Tinchlik emas, kecha uxlab yotgandim. To'satdan shkafimning ustidan bitta ko'zi qizil bo'lgan jetel tushib keldi. Adashmasam yuzida qon dog'lari bor edi. Shkafning ichidan chiqib keldingizmi? Ustidan, ya'ni ichidan yoki ustidan bilmadim. Xullas atrofidan chiqib keldi va menga qarata yaqinlashib keldi. Keyin esa birdaniga uyg'onib ketdim. Menimcha bu tushimda edi. Tushingdami bilmadim, lekin kecha yomon baqir-chaqir qilganding. Balki alahsiragandirman. Balki, lekin shkafdan chiqib kelgan bo'lsa, demak, u olim bo'lishi mumkin. Senga kolon kelgandir balki, Yo'q, qanaqa olim, tentaymisan? Balki sen aldaydigandirsan. Aldaysan, Sardor, nimaga birovni aldaysan? Qayerda aldayman? Nima bitta Instagram trendni ko'rib olib turib, hammaga shuni aytib chiqishing shartmi? Endi qiziqarli trend-da, rostdan ham zo'r trend. Men seni aldayotganim yo'q. Rostdan ham ko'zimga ko'rindimi yoki tushimda bo'ldimi? Aniq o'zim tushuna olmayapman lekin. Bilmadim, to'g'risi men ham ko'rganday bo'lgandirman balki, lekin ko'rganim yo'q, hazillashyapman. Mayli, unda men ketdim. Yaramas. Ana o'sha jetel. To'xta. Sen ham ko'rdingmi hozir mana ichida ko'zi qizil jetelni? Qanaqa ko'zi jetel? Qonli jetel. Tentaymisan? Mana bu yerda turgandi hozir. Yo'q, ko'rganim yo'q. Seni ko'zingga ko'ringan shekilli. Hozir yo'q, ko'ryapsanmi? Yo'q, hozir yo'q, to'g'ri. Lekin hozir turgandi. Yo'q, to'shni seni ko'zingga ko'ringan. Tentaymisan? Tushingda ko'rganingga hozir o'ngingda ham ko'zingga ko'ringan.
Yo'q, hozir ko'rdim shu yerda. Yo'q, sen toshni adashyapsan. Jo'xa, sen tobing ketib qolyapti. Sen jinnixonaga jo'natish kerak. Yo'q, tobim joyida. Hozir shu yerda turgandigi. Nimaga bu binoni eshigi yo'q va o'rniga blok qo'yilgan? Shunchaki bu yerda men remont qilmoqchiman. O'sha uchun shunday qilib qo'ydim. Yo'q. Men toshni ko'rdim. Hozir shu yerda turgan derazasi qani bu uyni? Derazasini olib tashladim. Aytyapman-ku, remont qilmoqchiman ichini. Tushunarli, lekin baribir ko'rdim-ku. Ha, Jo'xa, nima bo'ldi? Nima bunaqa baqir-chaqir qilib yig'lab yuribsan? Yig'layotganim yo'q, prosta qo'rqib ketdim. Mana uning ichida qanaqadir ko'zi qonga to'lgan jitil ko'rdim. Yo, bo'lmagan gap. Sen adashyapsan. Yoki tush ko'ryapsanmi, yoki hozir tushingmi, o'ngingmi? Keyin chimchilab ko'raman. Yo'q, chimchilashing shart emas. Hozir o'ngimdaman. Chunki sen bilan gaplashib turibman-ku, jinni. Ha, to'g'ri, men o'ngingdaman aytgancha. Bo'pti, bo'lmasa o'zing nimadir qil, ko'ziga ko'ringan bo'lsa, yarqin suv ichasanmi yoki piyoz tishlaysanmi, nimadir qil. Tendaymisan, unaqangi yerim-sirimlarga ishonmayman men. Lekin ko'zimga to'shni ko'rindi. Mayli. Hozir balki sen ko'rmadingmi ko'zi qonga to'lgan jitilni? Ko'rdim. Qachon ko'rding? Hech qachon. Jinnimisan ko'zi qizib. Makillama, avval gapirishni o'rgan. Shunaqa holatga ko'p tushib qolyapman. Makillayotgan holatga. O'zim xohlamayapman lekin. To'g'ri. Mayli bo'pti, men ketdim. Garoshda o'zing bilasan, u yerda o'tirib tur. Tak. Assalomu alaykum, janob mer. Va alaykum assalom. Jo'xa, nimaga baqir-chaqir qilib yuribsan? Ko'zlari ishib ketgan. Kecha biroz yaxshi uxlay olmadim. Tushimda g'alati jitilni ko'rdim. Ko'zi qonga to'lgan, ya'ni yuzlari ham qon bo'lgan. Tush ko'rgansan, yomon tush ko'ribsan, aloqsirabsan. Uni hech kimga aytmaslik kerak. Yomon tushni hech kimga aytmaslik kerak, tentak. To'g'ri, lekin mayli, unda men soliqlarni olib kelgandim. Hozir joylashtirib qo'yay bu yerga. Tak, joylashtirib qo'ydim. Tak, hozir 1 minut bu yerdan qanday chiqsam bo'ladi? Voy, nimamda chiqib bo'lmaydi. Qarashdek soliqlarni joyiga qo'yib qo'ydim shkafimga. Borib aptekadan dori olib, dori ichib olgin. Bunaqa yurma ko'chada. Ko'rgan odam seni tentak deb o'ylaydi. O'zi rostdan ham tentakka o'xshab yuribsan. Kechirasiz, uzr. Lekin rostdan ham ko'rdim va juda ham qo'rqib ketdim. Kecha tushimda ko'rdim, o'ngimdan yonimda turgandi. Bilmasam, qarochi ko'rdi, o'zingni asragin. Bunaqangi tentak narsalarni gapirib yurma qishloqlarga. Ular seni jinni deb o'ylab, jinnixonaga xona zakaz qilib qo'yishlari mumkin. To'g'ri. Lekin bilmadim, mayli, hozir ketdim borib uydagi ishlarimni ko'ryapman-da. Xo'p. Uyimda menimcha hech qanaqangi qiladigan ishim yo'q-da. Hozir men shu yerda yana hozir ko'rgandim. Yana ko'zim ko'rindi. Obbo. Voy, yaramas. To'xta, qurolimni olib kelay. Yaramas ko'zimga ko'rindi. Hozir o'ldirib yuboraman, shunda qaytib ko'zimga ko'rinmayotgan bo'ladi. Tak, rostdan ham ko'zimga ko'rinyaptimi yoki rostdan ham shunaqa odam bormi, ya'ni shunaqa jitil? Bilmadim. Jo'xa, nima shoshilib ketyapsan? Ana u ko'zi qo'ngan jitilni yana ko'rdim. Sen ham ko'rdingmi? Qayerda ko'rding? Mana bu remont qilmoqchi bo'lgan uyning ichida ekan. Yo, sen toshni adashyapsan. Jinni bo'lib qolyapsan sen. Hozir jinnixonadan zakaz qilaman sen uchun. Yo'q, unaqa qilma. To'xta, hozir men yaramasni o'ldiraman. Tak. Yo'q-ku. Nima bir ko'zimga ko'rinib, bir ko'rinmay qolyapti. Aldayapti meni. Qaysidir jitil menga prank qilyaptimikan? Yo'q, prank qilishi mumkin emas. Prank qilsa bunaqa prank qilmaydi. Yo'q, hozir men nimadir qilishim kerak, lekin nima qilsam bo'ladi? To'satdan qarash kerak. Shunda ko'zimga ko'rinsa kerak. Yo'q, hozir qaranglar. O'tib ketayotgandim, ko'zimga ko'rindi. Davayte, men to'satdan qurolni yashiraylar, balki quroldan qo'rqqandir. La. Tak. Yo'q. Men xohlagan vaqtim ko'zimga ko'rinmas ekan. Unda xohlamay o'tishim kerak. Qandaysiga xohlamay o'tishim mumkin? Uni tushunib bo'lmayapti. Qanday xohlamay o'tishim mumkin? Yo'q, bunaqasi ketmaydi. Hali ham shu jitil bilan ovoramsan? Shuni o'ldirmoqchiman. O'ldir, mayli, o'ldirsa qutulasan. Biz ham sendan qutulardik jinniliklaringdan. Shuni o'ylab yuribman o'zim ham. Lekin hozir bir ko'zimga ko'rinyapti, bir ko'rinmayapti. O'shanga aniq topa olmayapman uni. Aniq topa olganimda o'ldirib yuborardim. Bilmadim. Balki yaxshilab izlab ko'rsang toparsan. Izlab qayerdan izlayman? O'zi ko'rinyapti menga, u meni izlab kelyapti. To'g'ri. Mayli, bir avvallab izlab topib o'ldirgin. Shunda qulog'ing tinch bo'ladi va bizda ham qulog'imiz tinch bo'ladi. Shunda jinnixonaga ham bormaysan va birgalikda yashashda davom etamiz. To'g'ri. Dayt, unda men yana bir marta shunchaki o'tib ko'rsammikan? Yo'q, shunchaki o'tib ko'rsam tushunmayapti. Balki orqadan aylanib kelsam, balki meni ketdi, boshqa joyga yo'q bo'lib ketdi deb to'satdan chiqqan vaqt borib otib yuboramanmikan? Bilmadim, hozir shuni qilsam kerak.
Tak, nima bo'lsa uyida, uyida deb. O'sha demak, balki o'sha uyidir a? Yo'q, qanaqa uyi bo'ladi. Mana shu uyimida, mana shu yerda deraza bor edi, nimagadir deraza yo'q. Voy, jinnish derazani bekor olib tashlabsan. Topmi? Yo'q, olib tashlabsan demoqchi edim. Shuni to'g'ri aytdi. To'g'ri aytdim-ku, nimaga olib tashlading? Ayting, paribot qilishim kerak, o'sha olib tashladim. Sani deb mana shu yaramas yetil mani ko'zimga ko'ringan. Ana yaramas. To'xta. Ayya. O'ldirdim. Ko'rdingmi? O'ldirdim. Nimani o'ldirding? O'sha yetilni o'ldirib tashladim. Rostdan endi yo'qmi? Endi ko'zingga ko'rinmaydimi? Endi ko'rinmasa kerak. Ha, bo'ldi, biz ham qutulib bizdan unda seni boqib chaqiringlar. Bo'pti, biz ketdik. Bir xil yetillar. Bo'pti, qutuldinglar, yaxshi bo'ldi. Mana o'zim ham qutuldim. Endi bemalol bor uxlasam bo'ladi shekilli. Lekin mazza bo'ldi. Xursandman o'ldirganim uchun xursand bo'lyapman, ko'ryapsizlarmi? Tak, bu juda ham yaxshi degan, chunki o'sha qutuldim, bosh og'riq yo'q. Endi sizlar uchun ikkita video olganmidim, endi 3-sini olaman. Yo, 3ta olganmidim. Bilmadim, nechtadir video olgandim. Ana endi so'nggisimi, nechta olibman? 2ta olibman ekan. 3-sini olaman ana endi. Tak, nima mavzuda video olsam ekan a? Tak, balki hozir bo'lgan voqealarni videoga aylantirsam ekan. Ya'ni mana bu yerda uxlab yotgan joyimda maniak menga tushib keladi va ko'zimga ko'rinadi. Mana shu narsa haqida video olaman. Davayki, sizlar ko'rasizlarmi, ko'rmaysizlarmi? Davayki kommentariy yozib qoldiringlar. Nima bo'ldi? Qurol g'alati bak bo'lib qoldi. E'tibor bermanglar. Davayki, keyingi videoda ko'rishguncha xayr.